Hozir kimni qarasangiz bo'yni og'rigan, beli og'rigan, tizzasi og'rigan. Даже yosh bolalarda ham shunaqa. Yana nima deyshadi? Kasallik yosharyapti deyshadi. Bu nima? Oldin qariyalarda bo'lgan kasallik hozir yoshlarda ham bor. Bunga sabab nima? Noto'g'ri turmush tarzi, har xil zararli moddalarni iste'mol qilish. Tadqiqotlarga qaraganda bir stakan Coca-Cola ichimligi tarkibida 10 dona oqqan miqdoriga teng shakar bor. Oddiy misol, hammamiz sevib iste'mol qiladigan Fanta, Cola, har xil gazli ichimliklar keyinchalik organizmda qandli diabet, oshcha semizlik va osteoporoz kabi xavfli kasalliklarni keltirib chiqaradi. Buni pirovardida suyaklarning mo'rtlashishi, suyaklarning yemirilishi kelib chiqadi. Agar inson sog'lom turmush tarziga amal qilsa, har doim aktiv harakatda bo'lsa va yarim tayyor mahsulotlardan, har xil gazli ichimliklardan o'zini tiysa, bunday og'ir kasalliklar bilan hech qachon og'rimaydi. Sog'lig'ingiz haqidagi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.